Antivirus. Antivirus and antivirus. Antivirus. Squishable antivirus. Antivirusni 20 dan ortiq shtamplari mavjud bo'lib, bunda faqatgina Andes shtampi insonlarda kamdan kam holatlardagina kasallikni keltirib chiqarishi mumkin. Atlantik okeanidagi Honduras kruz kemasidagi ro'yxatga olingan holatlar, buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan shunday baholanadiki, bu aholi orasida kasallikni kelib chiqishini juda past darajada baholamoqda, chunki bu kasallikni, hantavirus kasalligini yuqtirib olish uchun o'sha bemor bilan uzoq vaqt yaqin bevosita kontaktda bo'lish kerak. Shuning uchun, demak, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini bergan bayonotlarda bu kasallikni aholi orasida tarqalishini juda past darajada deb baholangan. Sababi bu kasallikka qarshi kurashish maqsadida, demak, vaksina ishlab chiqilmagan. Bunda asosiy e'tibor, ya'ni profilaktik chora-tadbirlar, demak, o'sha kemiruvchilar bilan bevosita kontaktni kamaytirishga, ya'ni cheklash bilan bog'liq. Uylarda, ishxonalarda o'sha kemiruvchilar yashaydigan tirqishlarni berkitish, oziq-ovqat mahsulotlarini saqlashda xavfsizlik choralarini ko'rish. Bundan tashqari o'sha eski yerto'lalar, eski uylarni tozalashda albatta shaxsiy gigiyenaga rioya qilgan holda niqoblardan, bundan tashqari qo'lqoplardan foydalanish alohida talab etiladi. Virus uzoq yashay olmaydi. Shu sababli, demak, bu kasallik aholi orasida tarqalish darajasi juda past deb baholangan. Bundan tashqari, aholi orasida asosan profilaktik chora-tadbirlarni olib borishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu o'sha kemiruvchilarga nisbatan deratizatsiya chora-tadbirlariga qaratilgan bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha eski podvallar, ya'ni yerto'lalarda, eski uylarni tozalashda albatta o'sha kemiruvchilar yashagan joylarda tirqishlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha joylarni dezinfeksiyalovchi vositalar yordamida deratizatsiya chora-tadbirlarini olib borish kerak bo'ladi. Bundan tashqari, o'sha eski podvallar yoki uylarni tozalashda albatta shaxsiy gigiyenaga rioya qilgan holda tibbiy niqoblardan yoki respiratorlardan foydalanish, bundan tashqari qo'lqoplardan foydalanish kerak bo'ladi. Oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta'minlashda albatta o'sha kemiruvchilar kira olmaydigan idishlardan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.